Yaqin Sharqda Isroil xunrezliklari 2023-yil 7-oktyabrda boshlangan. Bunga qariyb 2 yil bo'layotgan bo'lsa-da, so'nggi voqealar urush hali beri tugamasligini ko'rsatmoqda. G'azo sog'liqni saqlash idoralarining ma'lum qilishicha, shu kunga qadar 122.966 kishi jarohatlangan, 53.977 kishi halok bo'lgan, kamida 16,5 ming bola urush qurboniga aylangan. Isroilning G'azodagi genotsidi butun dunyo ko'z oldida sodir bo'lmoqda. G'azo aholisi Isroil tomonidan ocharchilikka mahkum etilgan. U yerdagi insonlar hayot uchun eng oddiy narsalardan ham mahrum qilingan. Bu gaplarni men emas, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish joriy yilning 23-may kuni Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan uchrashuvda G'azo haqidagi hisobotida ma'lum qilgan. Uning aytishicha, Isroil hukumatı deyarli 80 kundan buyon G'azo sektoriga boradigan yo'llarni yopib qo'ygan. So'nggi yordam Kerem Shalom chegara porti orqali deyarli 400 ta yuk mashinasi G'azoga o'tish uchun ruxsatnoma olgan. Biroq atigi 115 ta yuk mashinasi chegaradan o'tkazilgan. Ammo qamal ostidagi G'azo aholisiga hech qanday yordam yetib bormagan. Guterrish so'zlariga ko'ra, G'azo hududining 80% Isroil tomonidan harbiy zona deb e'lon qilingan yoki aholi tark etishga majbur qilingan hudud deb belgilangan. So'nggi vaqtlarda Yaqin Sharqdagi urushni tugatish bo'yicha Yevropa davlatlari ham keskin harakatlar olib bormoqda. Bir qancha davlatlar Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishni ilgari surishmoqda. Kecha 26-may kuni Ispaniya tashabbusi bilan Madrid shahrida Yaqin Sharqdagi G'azo urushiga yechim topish, Falastin davlatini tan olish va ikki davlatli yechimni ilgari surishga qaratilgan Madrid guruhi kengaytirilgan yig'ilishi Madrid Plus sammiti bo'lib o'tdi. Ispaniya poytaxtidagi sammitda Yevropa va arab davlatlaridan 20 ta delegatsiya qatnashgan. Ispaniya xalqaro hamjamiyatga Falastin davlatini tan olish va urushni to'xtatish uchun Isroilga nisbatan sanksiyalar qo'llashga chaqirmoqda. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Albares G'azo urushni to'xtatish uchun Isroilga qurol embargosini joriy etish va Yevropa ittifoqi bilan Isroil o'rtasidagi assotsiatsiya bitimini darhol to'xtatishni taklif qildi. Shuningdek, har bir davlat va Yevropa ittifoqi tomonidan tuzilgan sanksiyalar ro'yxatini qayta ko'rib chiqish kerakligini ma'lum qildi. Vazir sammit qatnashchilaridan BMTning 17-iyundagi konferensiyasida Falastin davlatini tan olish bo'yicha global harakatga aylantirishni so'ragan. Ispaniya Falastinni tan olish borasidagi pozitsiyasi aniq. Biz tan oldik. Bu qarorni qat'iy himoya qilamiz, chunki ayni vaqtda bu bizda mavjud eng samarali diplomatik vositadir. Isroil tomonidan amalga oshirilayotgan noqonuniy mustamlakachilik tufayli ikki davlat yechimi amalda yo'qqa chiqish arafasida. Ispaniya bilan birgalikda Falastinni tan olgan Norvegiya G'azoda yuz berayotgan fojiali vaziyat bir qator davlatlarni bu urushni ochiq-oydin tugatishga chaqirishga undaganini bildirdi. Norvegiya tashqi ishlar vaziri hamda Islandiya vakili Katrin Gunnarsdottir Falastinni davlat sifatida ko'proq davlatlar tan olish kerakligini aytib, buni tan olish arab davlatlarining Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bilan bir vaqtda amalga oshirish kerakligini aytgan. Falastin milliy ma'muriyati bosh vaziri Muhammad Mustafo Yevropa va boshqa davlatlar Isroilga bosimni kuchaytirishni so'ragan. U G'azo va g'arbiy sohilda odamlar boshdan kechirayotgan do'zaxni tugatish shart ekanligini qayta va qayta ta'kidlagan. Qatar bosh vaziri Muhammad bin Abdulrahmon Al-Soni esa Isroil tomonidan G'azo bo'yicha taklif etilayotgan g'ayriinsoniy mexanizmlarni hech bir davlat qabul qilmasligi kerakligini aytdi. Bu bilan u ehtimol Isroilning Belgiyani yordam tarqatishda ishtirok etishga taklif qilganiga ishora qilgan bo'lishi mumkin. 2025-yilning may holatiga ko'ra Falastinni 150 ta mamlakat mustaqil davlat sifatida tan olgan. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Kanada, Avstraliya davlatlar hali Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olmagan. Shu o'rinda bir savol tug'ildi. Falastinni 150 ta davlat rasman tan olgan ekan, nega oxirgi vaqtlarda yana uni tan olish masalasi o'rtaga chiqmoqda? Keling, buning sabablarini birgalikda ko'rib chiqaylik. Birinchisi, g'arbiy davlatlarning asosiy qismi hali tan olmagan. AQSh, Germaniya, Britaniya, Fransiya, Kanada, Yaponiya kabi siyosiy va iqtisodiy jihatdan qudratli davlatlar
Falastinni mustaqil davlat sifatida hali tan olmagan. Bu davlatlar Isroil bilan yaqin ittifoqchilik munosabatiga ega va tan olishni tinchlik muzokaralari natijasiga bog'lamoqda. Natijada Falastin butun dunyo bo'yicha keng tan olingan bo'lsa-da, xalqaro siyosiy maydonda to'liq legitimlikka ega emas. Ikkinchisi, BMTning to'liq a'zoligi masalasi hanuz hal etilmagan. Falastin hozirda Birlashgan Millatlar Tashkilotida 2012-yildan beri kuzatuvchi maqomiga ega. Falastinning BMTga to'liq a'zoligini olish uchun BMT Xavfsizlik kengashida tasdiq talab etiladi. Lekin bu yerda AQSh veto huquqidan foydalanib qarshilik qilmoqda. Shu bois xalqaro huquqiy maqomga ega to'liq kuchaytirish uchun ko'proq davlatlar rasmiy tan olishi va bosimni oshirishi zarur deb qaraladi. Uchinchisi, praktik jihatdan tan olish faqat siyosiy bayonot emas, ayrim davlatlar tan olgan bo'lsa ham, u bilan diplomatik aloqalar, elchixonalar, siyosiy yoki iqtisodiy bitimlar mavjud emas. Shu boisdan tan olish nafaqat ramziy, balki amaliy harakatlar bilan birga borishi lozim degan chaqiruvlar kuchaymoqda. To'rtinchisi, G'azo urushi fonida tan olish bosim vositasi sifatida ko'rilmoqda. So'nggi G'azo urushi sababli ko'plab davlatlar Falastinni tan olishni diplomatik bosim vositasi sifatida qo'llanmoqda. Maqsad Isroilning harbiy harakatlarini to'xtatish, ikki davlatli yechimga qaytish va tinchlik o'rnatishga majbur qilish. Beshinchisi, ikki davlatli yechimni saqlab qolish uchun oxirgi imkon. Yevropa Ittifoqi, Ispaniya, Norvegiya, Irlandiya va boshqalar fikricha, hozirgi bosqinchilik va aholi ko'chirish siyosati davom etsa, ikki davlatli yechim amalda yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun ular biz Falastin tan olish orqali bu yechimni saqlab qolamiz va Isroilni muzokaralarga majbur qilamiz deyishmoqda. Siz Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olishga qanday fikrdasiz? Bu urushni qanday to'xtatish mumkin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Paradigma o'zini kuzatishda davom eting.